O'rtoqlar, rovna 1 yil oldin mana shu ko'chada avariya bo'ldi. Mana shu yerdan kelayotgandim, bu o'ng tarafda mahalladan mashina chiqib qolgan, ana svetofor tegiga urilganman. O'sha sabab avariyamdan keyin mana shu yerga svetofor qo'yildi. O'sha paytda men yangi mashina olaman deb o'tgandim. Mashinamni sotib, yangi mashina olaman deb 3000 pul yig'ib qo'ydim. O'sha pulim hammasi remontga ketdi. Shunaqa holatlar bo'lar ekanda, odamni boshida nimadir o'ylab, maqsad qilib turgan narsangizda shundoq o'zgarib ketib qolar ekanda, tushkunlikka tushib qolar ekan. Men o'shanda real bo'ldi, endi mashina olish orzumdan ketsam bo'ladi deb o'ylab qoldim. No, yana bir marta men guvoh bo'ldim mana shu narsaga, что hamma narsa yaxshilikka ekan. Mana shu narsaga ishonish kerak ekan. Men umuman o'zim o'ylamagan holatda Alloh berdi, Allohga shukr. Umuman pulim yo'q bo'lib turgan joydan 6 oy o'tib Malibu oldim. 3 oy o'tibdan keyin BMW oldim. Mana shu narsani unutmaslik kerak ekan. Hammasi Allohdan, har bitta yomonlik ketidan yaxshilik kelishiga ishonish kerak ekan. To, что men yomon holatga tushib qoldim deb taslim bo'lish juda ham katta xato ekan. Так что hammasi yaxshilikka deb umid qilib, harakat qilib, dальше bosilish kerak ekan.